Bugun jamiyatda bir kasallik bor do'stim. U tana bilan emas, niyat bilan bog'liq. Uning nomi ko'rsatish. Biz yashamayapmiz. Biz namoyish qilyapmiz. Ovqat yeymiz, ko'rsatamiz. Safarga chiqamiz, ko'rsatamiz. Yaxshilik qilamiz, ko'rsatamiz. Go'yo yashashning o'zi yetmaydigandek. Bir zamonlar buyuk insonlar oddiy yashagan. Kiyimlari oddiy, uylari oddiy, hayotlari sokin, lekin qalblari buyuk edi. Bugun esa aksincha. Tashqi ko'rinish katta, ichki dunyo esa charchagan. Biz boshqalarning ko'zida yashayapmiz. O'z qalbimizda emas. Nega oddiy yashashdan uyalamiz? Nega sokinlikni kamlik deb o'ylaymiz? Ba'zan insonning eng katta boyligi ko'zga tashlanmaslikdir. Chunki ko'rsatish niyatni buzadi. Niyat buzilsa, amal ham og'irlashadi. Yaxshilik yashirin bo'lsa, pok bo'ladi. Ko'rsatish uchun bo'lsa, yuk bo'ladi. Do'stim, oddiy yashashdan qo'rqma. Har narsa hammaga ko'rsatilishi shart emas. Ba'zi ne'matlar faqat qalb uchun beriladi. Eslab qol. Sokin hayot zaiflik emas. Kamtar bo'lish esa kamlik emas. Eng og'ir isrof qalbning isrofidir. Eng chiroyli hayot odamlar ko'rsin deb emas, Alloh rozi bo'lsin deb yashalgan hayotdir.